Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun men yana bir bor Nezirkin. Bugungi videomizda biza Utility Blocks modini obzor qilib o'tamiz. Bu modni hozirgina tugatdim va teksturalar sal g'alati, ularga e'tibor bermaysizlar. Hozir bular eng oddiy narsalardan tushuntirishni boshlayman. Birinchisi storage terminal va uning maxsus nimasi, xotira manbai. Storage terminal mana shunday qo'ygan paytingizda basharangizni mana bu yoqqa qarab qolib maza qilib yuboradi. Shu bilan o'tirib mana shunaqa qilib yuborasizlar va buni to'g'ridan-to'g'ri ocha olmaysizlar. Ko'rib turganlaringlardek, bunga storage kerak. Bitta o'ylab qo'ysak, bitta storage 2000 joy beradi. Agar ko'proq o'ylasak, ko'proq joy bo'ladi. Ketaveradi. Nechdan o'ylasalar ham chang ochib tursa bo'ldi. Ishlab ketaveradi. Mana bularni ustidan bossanglar, qancha joy va qancha tarmoq borligini aytadi. Hozir 54000 joy bor ekan, mana shuncha 54000 ta chiqar ekan. Narsalarni bittadan joylashingiz mumkin, qidirishingiz mumkin. Narsalarni olish sozlamas keyin inventorda asosiy 27 ta narsani oladimi yoki barchasini ikkasi ham oladimi? Men barchasini qo'yib qo'yaman va barcha narsalar degan rejim bozorcha o'tib borsa, sabab ichiga narsa solinmagan, keyin barcha itemlarni joylash bor. Shuni bosib yuborsanglar, mana keyin xohlagan nimalarni qidiraverasizlar yoki yamlarni bosib yuborsanglar ham mana bu chiqadi. Yoki barcha narsalarga kirsanglar mana bu yerda chiqib turadi. Buni olish uchun mana bundan joy ochiladi. Xohlagan raqaminglarni olib, masalan 33 deylik. Mana xohlaganinglarcha olsanglar bo'ladi yoki 99 desak, menimcha aynan uncha bermaydi, ichidagi hammasini beradi. Yo'lda olishadi. Keyingisi yana bitta kichkina narsa nima bor? Damage block emas. Block breaker. Block breaker vazifasi unchalik ham katta emas, lekin normalniy narsa. Bu yerda ichidan ochgan yerlarda ikki xil rejim bor. Zona rejim 10. Agar uni ma'mul yoqib qo'ysanglar, koordinata bilan zonani belgilab olasizlar. Agar uni o'chirib qo'ysanglar, tomonlarni nima qilasizlar? Mana shimol, janub, sharq, g'arb, yuqori, past. Agar masalan sharqni yoqib qo'ysak, har bir tikda, ya'ni 1 sekund 20 marta submit bu emas. Nimalar yo'q ekan. Menimcha buni bloksini o'chirib qo'yibman bir. Mana bu narsani o'chirib qo'yibman, block breaker yoqilgan. Mana shu yoqib qo'ysak, men topish kerak. Nima yo'q ekan. Bu joyda hozir xatolik bor ekan. Qarshi bu blok topilmasa uchib qoladi. Ko'tirganda avtomatik uchyapti. Blok topilmadi deyapti, uchib qolyapti. Endi ma'mul yo'q qo'yadigan bo'lsak, ko'tirganda ma'mul qilgan joy ochiladi. Endi biza masalan kartka ko'ramiz. Mana shu ko'ril deylik. 10 ga 10 qilib mana koordinatasini olamiz. Keyin shundan ma'mul yoqib qo'yib, submitni bosib, shundan koordinatani kiritib 10 blok pastdan boshlasin deymiz. Va 10 ga 10. Block breakerni yoqamiz. Ekranozlikcha o'chib tursin. Zona chegarasini ko'ramiz birinchi. Mana zona chegarasi mana shuncha joyini hozir sindirib olar ekan. Keyin block breakerni yoqib yuborsak, ketdi. Telefon kuchsiz bo'lgani uchun ostini bo'lguncha o'yin qotadi. Ko'rib turganlaringlardek. Hozir yuklab oladi. Juda ham sekin soatda video otgan paytim
undan da battar qotyapti. Oldingi testlarda bunaqa qotmagandi. Video olishlarini ham biroz randa joy egallagani uchun yana qotish ustiga qotish bo'lyapti. Hozir ochiladi. Chang ochilmay qolmadi. Chang yomon qotdim nimani? Ha, bo'ldi, mana ochildi. Endi bunaqa qotadigan telefonlar uchun asob bo'lib ketmasligi uchun ham bunga qo'shimcha funksiyasi bor. Item collector degan, uni vazifasi mana shunaqangi qotadigan telefonlarga yordam beradi. Nimasi? Afzallik tarafi avtomatik o'zi joylaydi. Keyin narigi rejimi mana buni eng pastdagi bitta rejim olni ko'rsatib o'taman, uni ko'rsatib olaman. Faqat rudalar o'ray drop tashlansin, qolgan bloklar dropsiz buzilsin degan rejim yoqib qo'ysanglar, o'sha nimalar ichidagi shu yerdagi bloklar bo'ladi. O'sha bloklarni faqatgina rudalari sinsa, o'sha masalan biron ruda sinadigan bo'lsa, o'shandan o'chib ketadi. Boshqasi prosta kretida sinilganligi yo'q bo'lib qoladi. Va alvasti o'chib ekan bu safar. Hozir yo'q bo'laman. Zonani hozir ko'rsatmay tur. O'yinni qotirib olsa bityapti. Hozir oldin alvasti olamiz. Va yana bir narsani eslatib o'taman. Bu narsani siz ochib turgan bo'lsangiz, do'stingiz kichmalik kelib, buni u ham ocha olmaydi. Ya'ni faqat bitta odam ocha oladi. Agar siz ochib turgan bo'lsangiz, u ocha olmaydi yoki u ochib turgan bo'lsa, siz ocha olmaysiz. Va block container hozir container deyveraman, block collector bu. Mana block collector. Mana shunday teksturada va buning uchun ham maxsus koordinatalar kiritish kerak. Masalan, buni koordinatasini mana bu yerda belgilasak va zonasini 2 ga 2 qilamiz. Va nimalarga joyladi? Bezatilgan ko'za, bochka, dispenser, dropper, eshak sandig'i bilan, lama sandig'i bilan, o'yinchi kitobchavoni, sandiqdan boshqa hamma narsa hozir ko'chirib chiqamiz. Bu yerni o'zingizlar bemalol sozlab olasizlar. Shunga moslashtirilgan. Keyin mana buning distansiyasi. Hozir buni ham distansiyasini ochib oladi. Shu sababli buni keltirib qo'yganmiz. Bu hozir mana bu narsa 12 ni ham yo'qib yuboradi. O'tib o'ziniki bilan qo'shib, bunikini ham yoqdi. Bu joy nima desanglar, bu joyga sizlar sandiq qo'yasizlar. Kollektor shu joylash vazifasini bajarib beradi. Bu ishlaydigan narsalar magnit bilan mana shu breaker, boshqasiga ishlamaydi. Endi zona ko'rsatishni o'chirib qo'yamiz. Zona hozircha ko'rinishi shart emas. Va mana buni -10 emas, endi -15 qilamiz. Sindirish tezligi va blok breakini yo'qoladigan bo'lsak, o'zi sindirib, mana bu yoq qaraguncha sindirib, mavtlar tiqordi. Qaysi sandiqqa? Mana u sindirib tiqordi sandiqqa. Ko'rib turganlaringiz. Endi 10 ga 10 zonani qilamiz. Mana. Ko'rib turganlaringiz sirasi sindirdi, sirasi sandiqqa joyladi. 32 qiladigan bo'lsanglar, lekin telefonlar normal qotib beradi. Shu sababli maslahat ham bermayman kuchli telefonlarga. Hozir men 64 telefonda o'ynayapman va video olyapman. Normal qotish bor. 64 ga 4.
128 ga 8 soat chidashi ehtimoli past lekin. Bu ham chidamay qolishi mumkin. Magnit uchun ham shunday ishlaydi. Magnitni prosta tortib olish rejimini ko'rsatib o'taman. Bunga ham shu konteyner bilan ishlaydi. Prosta u tortib olgan narsani sandiqqa joylaydi. Yoki uni ham konteyner bilan bitta tekshirib o'tgan bo'laman. Voy. Hozir buni qo'ymay tur. Endi bunga koordinatani beramiz. Hozircha 0 ga 0 ga 0 qilamiz. 10 radiusda 20 ga 0 ga 20 koordinataga. Teleport qilamiz. Magnit tezligi 1 bo'lsin va zonani ko'rsatib tur. Mana shuni ichidagi narsani mana bu yerga teleport qilar ekan. Mana blokka teleport qilar ekan. Endi narsa olib tutaveramiz ichiga. Ketdi. Mana bu yoqqa keldi. Endi barchaga kollektor ulaymiz. Kollektorning koordinatasini boyagi sandiqlarga yo'naltirish kerak. Mana shu koordinatamidi? 1705 ekan. Bu demak boshqa koordinata 1705. 2 ga 2 ga 2. Zona ko'rsatish shart emas. Butun hozircha yozib turaman. Va endi mana tashlasak, o'tkab borish o'rniga ko'tirga bo'tga ketmadi. Mana qor tushdi. Mana. Vazifasi shu. Bu kollektor o'zi ishlay olmaydi. Va bularga hozirlikcha craft qo'shilmagan. Bu modni esa yuklayotgan paytingizda uni o'zini nimasi bo'ladi? Craftlari joylangan bo'ladi. Keyingi blogimiz damage blog. Buni mana bu yerga qo'ysak, mana bu rejimda bu prosta mana damage tezligi necha tezlikda damage va buni necha damage berishi maksimal 40 gacha. Umuman damage berish yoqilmaganini qo'ysanglar, o'chirib qo'yadigan bo'lsanglar, u damage bermaydi. Buni yoqib qo'ysanglar damage beradi. Keyin player damage berish bu o'yinchiga damage beradimi yo'qmi o'chirib qo'ysanglar, o'yinchiga damage bermaydi. Shu zona ichida yoki ustida bo'lmasa beraveradi. Bizga farqi yo'q turaversa. Keyin mob ro'yxati bor, bu yerda mana shunday moblarga qarshi onlayn bermasligini kiritib qo'ysanglar bo'ladi. Shu mob ustiga chiqib qolsa yoki zona rejimida turgan bo'lsa, zonasiga kirib qoladigan bo'lsa, o'sha mobni anavi qiladi. Ya'ni unga tegmaydi, zarar bermaydi. Va mana mobni ustiga chiqarsak, ko'rib unga damage berdi va zona rejimini ham mana saqlash. Ko'rtirganda mana shu zonaning ichiga beradi damage-ni. Bu yoqda bo'lsa bermaydi. Itarib olsaydi ichiga, sirasi damage beradi. Va keyingisi biz buni filtr rejimini ham ko'rsatib o'tamiz. Filtr rejimi uzun ishlagan. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Hozir bu yerdan qovun topishim kerak. Mana qovunni o'chirib qo'ysak va eng oxiriga tushib bitta bossak, saqlashni bossak, ko'tirgayda bermaydi. Bu vazifasi shu. Keyingi blogimiz maxsus qo'shilgan bitta o'zi ishlovchi bloglardan hozir bu emas hozir. Bu yerda bloklar juda ko'p, sabablar ozgina qiyin. Import va export qani? Mana export. Bularning vazifasi o'tkazish. Bu yoqdan bu yoqqa o'tkazish vazifasini bajarib oladi. Masalan, mana bu sandiqdan deylik. Mana bu sandiqqa. Buni import birinchi chiqarish, export kerak bizga.
chiqarishni qo'yamiz va bunga maxsus kod kerak. Masalan, mana bunaqa kod kiritadi. Endi 5 ga 5 ga 5 zonada zonasini ko'rsat deymiz. Ko'rtiringlar, mana shu zonani ichidagi narsani oladi-da, import map bo'lsa, bunga boshqacha narsa kiritib qo'yadigan bo'lsa, ana bu bilan bir xil kiritmasa, mana ko'rtirganlar. Buning ichiga narsa tiqsak, unga o'tib ketmaydi. Sababi uni nimasi IDlar bir xil emas. Mana bu eksportga yozgan ID'ingda, eksportga xohlagan bitta ID'ni yozasizlar, o'sha ID'ingda mana bu ID bilan bir xil bo'lishi kerak. Boshqa narsa qilib qo'ydim. Nusxab qo'ydim buni ham. Agar ikkalasi bir xil bo'lsa, ko'rtirgayda o'tkazadi. Hozir bu mana bu sandiqning ichidagi narsalarni ham olib olibdi. Mana bu sandiq ichidagidan ham. Shuni zonasiga kirib qo'ygan u bechora. Orada u bechora ham ketib qo'ygan. Nima bu bug bo'lyaptimi? Demak, uni territoriyasida inventorimdan tushib ketgan blok sifatida ko'ryaptim. Yo'liga. Inventorimdan tushib ketgan blok sifatida ko'rib, ana tikayotgan inventorimdan tushib ketgan blok sifatida ko'ryaptim. Yoki men inventorimdagini ham tortib olyapti. Okey. Короче, uni ham bug bo'lsa kerak, lekin bir tarafdan yaxshi ham bo'lishi mumkin. Bilmadim. Trap qilishga ishlatasizlar. Sizlar uchun qoldiraman. Okey. Ezerking chatda bo'lishini yozdi. Afsuski u videoga qatnasha olmadi. Men qatnashishni xohlardim. Ertaroq kelganda video qo'shgan bo'lardim. Keyin Ezerking haqida bitta ma'lumot berib o'taman. Ezerking bot yasayotgan payti saytda uyqusirab, bilmasdan akkauntini olib yubordi. Shu sababli Ezermods hozir uni nimasida emas, qaytarib olishi mumkin 50 ga 50. Agar kanal huquqi asosiy adminiga o'tadigan bo'lsa, egalik huquqi Telegram yangi qoidalar bo'yicha shunaqa unga o'tishi mumkin. Keyingisi yakka ishlamaydigan nima edi menimcha, uni qurish uchun bizga smelter casing, ya'ni o'sa bundoq ketay. Qotyapti. Ne ham qochib ozgina bir o'ynab qarab tanavda chang'ochim qol. Gadi bu casing 1 2 3 4. Ashno men ko'rsatib turgan nimada qurib olasizlar buni. Bu tez pishirish uchun ishlatiladi. Bu oddiy pechkalarga nisbatan yaxshigina tez pishirib beradi va buning uchun ham maxsus craftlar kiritib 2 soat asab bo'lib o'tiraman. Sizlar bu videoni ko'rayotgan paytingizda o'zim craftlarni ham tugatib YouTube'ga videoni joylab, keyin nima qilgan bo'laman. Hammasini tugatib, buni Telegram kanalimga joylab, keyin videoni YouTube'ga qo'ygan bo'laman. Craftlarni o'sha payt ko'rib olaverasizlar. Hozir to'g'risi craft yozishga holim yo'q. O'rta darajadagi craft yozib berdi. ChatGPTga shunday aytib o'raman. Modni skaner qiladi-da, ma'nosini tushunib nima qilaveradi. Hozir o'zim ham nima holda emasman, sababli xato ham qilishim mumkin. Bunimi? Okey. Qachon ishlatardim? Istadim bo'ldi. Xato ham qilib olishim mumkin. Har holda bu ana esimda turgan narsa emas. Endi lava kirgizadigan joy, item chiqaradigan joy, item kirgizadigan joy. Mana bu yerdan lava kirsa, bu yerdan item chiqib ketsa, mana bu yerdan item kirib keladi. Load. Bir xabar kelib mazga bordi va buning monitori mana bu bo'ladi.
sal netoyu tushunaverasizlar. Har holda bu teksturani hammasini A'ga chizdirganman. O'zim qo'lda tekstur chizib o'tirishga вообще vaqtim yo'q. Endi tushunasizlar. Tekstura chiza oladigan bir tanishim bo'lganda ham, norm tekstura chizib biladigan yo bir jamoamiz bo'lganda ham tekstura chizish uchun ular teksturani chizib bersa, eng yaxshisini tanlab shunday joylayverardim. Bo'ldi, keyin hamma narsasi tayyor bo'ladi. Buni hozir prosta casing qilib qo'ymaysizlar, bunaqa bombosh quticha bo'lib qolmaydi, ichini ham hozir to'ldiradigan narsalar bor. Nimadir sekin quryapman. Avvalgidek o'ydirmasman menimcha. Anchadan bir narsa ko'rmasdan faqat mod yasayapman. Bo'ldi, ichkari shundoq bo'ladi. Keyin lava liquid tank kerak. Yana teksturasi qarati. Bunlar ko'rinishda qo'yiladi. Mana ortiqcha. Va keyingisi heating core eng pastiga qo'yiladi. Shield qo'yiladi. Ham issiqlikdan himoya qiladi bu. Qizib ketaman desa, qizmaysan deb so'rab turadilar. Prosessorni qizib ketishidan himoya qiladi. Keyingisi mana bu narsa. Nomi nima? Core Insulator. Nomi ham bir g'alati. Va buni asosiy narsasini topa olmayapman. O'rtacha qo'yadigan narsasi mana prosessor core. Yo'q, bir ikkita narsa bitta yetadi. O'zi bitta qo'yiladi. Va mana bu va mana shu ishidan kerak. Mana bu 4 ta bul chiqaradigan joyi. Va mana bu uni yopib qo'yish uchun joyi. Va bo'ldi, nimamiz tayyor. Endi bunga sanduqlash kerak. Bu yog'iga va bu yog'iga. Endi buni pishirishini ko'ramiz. Bularni ham bemalol pishiradi, hisobli. To'g'riga pishirmasam ham kerak. Da pishirmaydi ham. Men nima pishirishim kerak? Ko'tirgaydi, men nima pishirishim kerak? Men san qulingmanmi deyordi joy qarab turib. Sabqar lava qo'ymadim bunga. Lava ishlaydi. 2 paket lava yetsa kerak. Bo'ldi, ketdi. Mavta paket chiqib keladi, hello deb. Ko'tirgayda pishyapti. Sekin pishiradi, lekin u nimaga nisbatan ancha tez. Mana birga tushirib qo'ysak. Mana, ko'tirgaydi. Ketdi. O'tgangi boyga tuzatdim, dyub qilmaydi. Da dyub qilmadi. Safar anada dyub bordi. Ko'payib ketdi-da narsa. Ko'tirgayda mana shunaqa quriladi. Va yana nima qoldi degan savolimga javob menimcha hech nima qolmadi. Storage ko'rsatdim, breaker, damage, keyin import export, collector va oxirida smelter. Bo'ldi, hammasi shu. Bugungi video shulardan iborat edi. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirib ketsanglar, haddishingizlardan xursand bo'lgan bo'lardim va Telegram kanalim profilimda bo'ladi. Kanal profilda o'sha kirsanglar, Nethercraft degan linkdan bemalol o'tib, obuna bo'lib, modlarni, dasturlarni mazza ishlatishingiz mumkin. Videoni ko'rganinglar uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.